Bizning xizmatdoshimiz 18 yaşında Afg'onistonga ketgan yigitimiz Qasimov Shamil Maqsumovni Memorial to'qnashib qolgan. Biz endi bu Memorial to'qta xabarchilikka oshib boramiz. So'nggi 10 yilda 36 yigitga oshdik. Yil ana bu 3-chi yigitga oshdilar. Sitda o'qigan vaqtda qilib endi shunda tanishib, tuslashib ketganlik bilan yozmish bo'lgach, endi bizning Sorman rayoni zavishli formaga ko'chib ishga qaytdi. Ular do'stlik shunda davom etdi. Mana shu vaqtda o'zining endi kishilikli, talantli yetakchi ekanini ko'rsata bildi. Sorman rayonida huquq saqlash organlarida ishlagandan so'ng o'sha Afg'onchilar tug'ishda qatnashgan veteranlar uyushmasini eng birinchi bo'lib uyushtirib ochib berdi. Uni so'ngra hali bo'lgancha qadar kelgancha qadar shu o'zi tortib bordi, uyushtirdi. Butun eng birinchi endi Afg'on so'g'ishida halok bo'lganlarning ota-onalarini hurmatli yordam ko'rsatdi. Onlar isenlerine bir vaqtda dag'in geri qo'ymadi, ko'pmi bo'ldirala, butun üstüne yordam etib bordi. Shuning uchun qizg'anishga qarshi butun qo'ynonliqlarda qatnashgan yigitlarning shu hisobdan Shamilning da jon jarohatlari olgan so'g'ishda ishsiz qolmagandir deb o'ylayman. Endi umri qisqa bo'ldi. Men shu davrda ishlagan vaqtda ishlagan yetakchilar bilan aralashib turaman endi. Har vaqt Shamil ishga tushadi, aytdilar endi. Shamil isen bo'lsa, qadrli darajalarga yetadi. Endi ishlar boshqarar edi. Tushunadi. Talanti bor endi. Aradan ketgan yigitlarimizning bizingda unuttirgan haqqimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo ularni duolaringizda esga oling'iz dedi. Ular uchun biz har vaqt duoda barchalarga da, do'stlarga da, bunday qatnashuvchilarga da Allohning rahmati